Pulini hisoblamaydigan, yashasam sentrda yashayman deydigan mijozlarimiz bor-u, xuddi shular uchun biza hozir Yunusobod C6 ga kelganmiz do'stlar. Gidromet Center desanglar hamma biladi. 3 xona 9 qavatli binoni 2-qavatida joylashgan. Mana shu chorrahani ko'pchilik biladi. Bu yoq tarafga yuraversanglar Tatu, bu yoq tarafga borsanglar Telepashniya. Qisqasi Toshkentning sentri deb bemalol ayta olamiz. Bu yerga ma'lumot uchun aytaman, agarda ijarachi qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'rtacha $1000 dan ijarachi narxi boshlanadi. Xo'p, endi esa kvartiramizga kirib boraveramiz. Domini ko'ryapsizlar, pastda nejloy, 2-etajda joylashgan uyimiz. Domni oldi zakritiz, qaralari hamma yo'g'i, bolalar maydonchasi bor. Undan tashqari podyezdlar, hamma joyda kamera joylashgan, ya'ni bu yerda yashaydigan insonlar xavfsizligini ta'minlash uchun kameralar qo'yib, mana shunaqa страховочный zonalar qilib qo'yishgan ekan. Do'stlar, kvartiramizga kirib keldik. Endi bir boshdan tushuntirib o'tay sizlarga. Bilasizlar, eski domlarda ikkitagina qo'shni, yoninglarda bitta qo'shni bo'ladi. Xo'p, kvartiraga kirganinglarda endi bu yoq tarafdan chiroyli qilib kladovka qilib qo'yishibdi yoki shkof qilib. Endi to'g'rida oshxonamizda chap tarafga qaraganimizda mana shunday katta balkonini ko'rishingiz mumkin. Bilasizlar, bu domlar eski domlar bo'lishiga qaramay remont yaxshi tusha beradi. Mana shu remontga necha yil bo'lganda bo'laysizlar, komment yozib qoldiringlar, videoni oxirida aytib o'taman. Endi esa bu yoqqa o'tamiz. Bu yoq taraf bitta bolalar xonasi yoki qizlar xonasi uchun mo'ljallangan xona ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hamma mebel texnikalar qoladi. Bittagina mebelni olib chiqib ketar ekan, qolganlari hammasi qolar ekan. Bu yoq tarafimiz родительский spalni. Mebel texnikalari, remontlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda. Uyimizni umumiy maydoni 72 metr kvadrat. Bu yoq tarafi vannalari, vannalarning ham kafillari, hamma narsasi joyida. Endi eski remont bo'lishi mumkin, lekin eski yaxshi remont shundoq tayyor kirib yashashga juda ham yaxshi remont hisoblanadi. Endi bu yoq tarafimiz oshxona, ko'ryapsizlar, balkonni ochib yuborishgan. Bu yoq tarafi ham remont qilib, endi основной eski domlarga hozirgi paytda high-tech remont qilib ijarachi qo'yib qo'yishadi. O'rtacha $1000, $1500 dan ijarachi qo'ysanglar bo'ladi. Bilasizlar, Yunusobod C6 sentr bo'lganligi uchun anchagina qimmat. Endi inostransda turadi bu yerda yoki o'zi pul ko'payib hisobini topa olmay qolganlar olib qo'yib foydalanish ham mumkin ikkinchi kvartira sifatida. Xo'p, endi narxiga kelamiz. Eng qizig'i narx. Yunusobod C6 da joylashgan 9 qavatli binoni 2-qavatida joylashgan kvartiramiz 3 xonadan tashkil topgan, 72 metr kvadrat. Narxini $115,000 deyishyapti. Yana kelishadigan joylar bor. Pastda nomer qoldiraman. Xo'p, videoni boshida aytgan, mana shu remontga necha yil bo'lgan degan savolga agarda kommentda topgan bo'lsanglar, bitta 5 baho. Bu remont o'ziga 15 yil bo'lgan do'stlar, lekin 15 yil bo'lishiga qaramay, o'zingizlar kelib ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Juda ham akkuratni qaralib, akkuratni yashalgan, toza, ozoda, pokiza uy. Xo'p, pastda nomer qoldirganman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar.